Öyle onunla olsun, gelin ayakları yararsın, bizden düşünün, aktıkça olur, şunlamayan toyları görüp oturmak nasip etsin. Bahtlı olsunlar! Uzak ömür, uzak ömür, ayrı kişiden bahtlı olup gitken Siz gel. İçtim. Sağ olun. Emmecan. Sağ olun. Ben toycaya gidemedim. Güzelim gider. Güzelim gider. Süzüldü gel. Sır bakalım. Ne kamera var? Sen de koy. Kamera mı? Süzülüyor, sabır diyor. Sabır diyor, süzülüyor. Eştesten bağlı. Duyuyorsa da eşitmedi ama. biraz daha Hattırak yapmayın. Süzülüyor, sabır diyor. Sabır diyor, süzülüyor. 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 Siz geldiğiniz zaman hastanlara gidersin. Kovadı mı? Süzülüyor, sabır diyor. Sabır diyor, süzülüyor. Yok. Süzülüyor, sabır diyor. Sabır diyor, süzülüyor. Yo bağala süzülüp durdu. Çıkan gözünü aç gaz. Emmeler derlek gördük, gitti. emmeler. Ben ne yapayım derine? Emmecanlar. Size gerekmesen bize de gerek. Ana. Yakışık ha? Bana gelsen gör. Akıyla gel vermesen sen bana. Mama ver mama. Var yok. Yok. Size vereyim siz gelin. Balamdan Ana. Loy beni. Şu çille harada merdan balama milletleri bu tarafa hemen. O mi? Kim bu kanları göreyim ya? Bağla parmak sarmak hesap koyman var. Koparıp alın var. Çişler. Sen daha ne mi? Hani yüzün görme. Kamera, yakalandırmayın kameranın yüzünüzü görecek. Buna hiriyle doğru otursunuz onu. Çırak kadar. Yakşımsa namazsa. Kasapta danışım. Zemire attı zemire. Dövüşünde. Yakşımsa namazsa. O indi karanlığa kadar. Seçer yemler yetip verdiği zaman. Orta zaman. Köpten mi? Köpten köpemez. Köpker. Sen? Yengece. Hatırladın koy ya sen. Şükür ödün yakşımsa. İçin şunu. Olmuşsun toylar. Bu Olmuşsun ne? toylar. Çıkmaz kanabı. İlahi maçkanın ye işçilik anada. Ya.
Ulan benden ne? Bana da bize ne bak. Sen kim olasın bize? Kitçi bu kitçi. Yemin gel bana kitçi Murat? versen. Selam mı? Ular akılların. Murat karaysan. Murat gittin. Hastalık çiğnemiyor verdim. Murat'a tapşırdı. Yine mi yiyeceksin? Ben Murat'a tapşırdı. Allah'ına tapşırdı. Belki yine beğenmez. Belki de YouTube'da. Sen ne yapar? Al. Kim görse tutursun? Ben giyo bağalana. Ya ben bana da gel. Vatan mı? Nazlı. Vatan iken o. Hala mı kolu sıçramana koymasın ne? Diyor falan, elek gitti. Yok mağazım aldım. İşte yere çıktı. Bak kaldı bu napı. Kaldı bu da. Bağlarla gittin bir. Bakıldık öyle. Soğan kepersin. Ya bırak yerinden ben. Yok azak gel. Benim tarzım var. Kara mı? Yok. Doğru mu? Kolunu çıkaracaksın. Ne? Sana gel gözün aydın. Baba gelin yemek geldik. Kostümünü alacak mı? Beğenmem. Ya ne? La ekran öyle durmadı sen göreceksin. Ver ver. Ben güven tutmam da kolu. Hayır. Güzel de biz atıyor kolu. Latoş yetişti. Oldu mu? Dernek gitti açık araman dediğiniz. Bunu alayım mı? Ağzım bel bağlı. Yok. Bir de bana koşup bayla verdi onu. Bir bana mı bayla bu? Ay bir coralar. Sen öbür tamaşa yengen bir anda konsantre et koyuverler. Oldu mu? Akla verecek misin? Son göresmi. Derin sigarayı bir. Sesi bektan sen yengeye gökersin. Durum ol, durum. Az taraf çekeyim onu. Ayak çekeyim bağını. Yine ağzı girdik yani. Senden de var mı? Ya ayak protez mi? Ama koy. Ben bırak. Ayak kafam gibi. Sen ne çaldın bunu? Haydi açıl. Kim bayladı bunu? Kamera arkamdan düşürmez. Ya. Siz gördünüz mü bir? Bana göründünüz. Aa. Hayır onda olmalı. Üstüne yenge bu verdim. Dördüncü bu. Dördüncü. Beşinci ben ki onda. Buna ait koyun. Zakir yakışımısan. Ha dedi. Kolu gördün mü? Ya kolum tuttu orada. Gözün aydın ama sana ikilik yerinden. Bakalım yakışıklı. Kısmeti bir Kısmet insan. yapıp abi. Ama Stozlar normal. Az çoktan getirdim. Döşetmeden bak onlar. Döşet başladılar. Yengende Sol aşağı koydular. Ha çizildi kalma mı? Manina. Ramazan egesi getirip turlanı. Yenge bir derin seri verin onu göğe balanı. Sak gitti bana mesih tutmadı. Yenge koysana yenge. Dur. Giberim. Ne da zaman? Boşa. Oldu. Çizmen Başka lazım. ne yok. Çizin. Kan çizdi. Oldu yok ucunda mı? Dur yıkırma. Doğrulayalım. Kuat. Kap. Daha onu. Ver. Ver. Ben söz bak korkma adam var onun aralarında. Yok. Gelin görnekte kal. Aslan barar. Yalanla kolunu lan. Bundan sonra bu ne demek? Ha? Hadi kara tutarsa o.
Oldu bol benim ağrıyor. Oy. O bala yok muydu? Baba tavuk yengle. Bala yok. Bala yok. Bala gerek miydi? İnşallah Allah versin bala. Oldu. Fıray Bey köpeği attım. Selam parçası mı oldu? Ya baktı bu. Two old friends meet again, wearing older faces, and talk about the places they've been. Two old sweethearts that fell apart somewhere long ago. How were they to know someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing? Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling back again. It's the one that they had back when they were too young to know when love was real. It'll be love and they'll find maybe now they can be more than just friends. She's back in his life. Something kept them waiting for this magic moment. Maybe
qarindoshlari, do'stlari, dugonalari, qo'ni qo'shnilar. Bugungi ajoyib to'y kechamizga xush kelibsiz, xush ko'rdik. Qadamlaringizga hasanot. Sizlar bilan shunday bir baxtli, shodiyona to'yda diydor ko'rishib turganimdan, ya'ni Istanbuldek buyuk shaharda mana shunday shodiyona kunda diydor ko'rishib turganimdan bexayrda xursandman. Har doim mana shunday shodiyona to'ylarda, quvonchli kunlarda diydor ko'rishish har birimizga nasib qilsin. Mana bugun marhum Hayitvoy otalarimiz, Shirinjon onalarimiz, Erkinboy akalarimiz, Guloraxon opalarimiz oilasida hamda mana shu to'yda bosh-qosh bo'lib yurgan akalari, Rahimboy akamiz, Dilbarxon opamiz, Qudratbek akamiz, Gulomxon opalarimiz oilasida qutlug' kun, quvonchli to'y tantana. Bu quvonchli kunni, shodiyona to'yni tabriklab, muborakbod etib kelgan barcha aziz mehmonga yana bir bora to'yxonaga xush kelibsiz deyman. To'y shodlik, shodlikdan bugun int kabi eshitgan qalblari, kulgudan uyulladi ohista lablari, baxtdan, sadoqatdan qilingan kumush inom, sevgilar, sadoqatlar bog'langan mudom deb orzu umidlar bilan, oq niyatlar bilan bugun elga to'kib sochib dasturxon yozgan aziz ota-onalar, Shirinjon ana, Erkinboy aka, Guloraxon opa, Rahimboy aka, Dilbarjon opa, Qudratbek aka, Gulomxon opa. To'ylaringiz qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Dunyoda neki arzu istaklaringiz bo'lsa, barchasi ro'yobga chiqishiga tilakdoshman. Har doim topganlaringiz to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Endiki kunlar qudalar og'zibirchilikda, albatta Shirinjon anamiz bosh-qoshchiligida alla to'ylar, ya'ni nabira to'ylar to'ylab o'tirish nasib qilsin. Qudrat aka, ilohim siz ham o'g'illaringizni uylantirib, qizlaringizni chiqarib, shu Istanbulda topgan pullaringiz hammasi yaxshi kunlaringizga, shirin tashvishlaringizga buyursin. Har doim mana shunday shirin tashvishlar orqasidan yugurib, yenib yurish nasib ro'za aylasin. Hammamiz mana shu yerga yaxshi niyat bilan keldik. Ilohim niyatlarimizga erishib, o'ynab kulib, jonimiz sog'likda tuprog'imizga, vatanimizga, farzandlarimizga, jufti halollarimiz oldiga o'ynab kulib borish nasib qilsin hammamizga azizlar. Hech kim uyda yomon kun bo'lmasin. Hammamiz jonimiz sog' bo'lsin. Allohim bu ko'zga ko'rinmaydigan xastaliklardan ham bizlarni xalos qilsin. Har doim har kim uyida yaxshi kun bo'lsin. Bizlarning tilagimiz yaxshi azizlar. Niyatimiz yaxshi. To'y bo'lsin va yana to'y bo'lsin. Aziz mehmonlar, bugungi ajoyib to'y kechamizni ochib berish uchun mana shu baxtli oilani eng hurmatli insonlardan Yusufboy akamizni davraga hurmat bilan taklif qilamiz. Yusufboy aka, keling davramizga. To'ylar muborak bo'lsin, kelin muborak bo'lsin, xizmatlari buyursin, marhamat, mehmonlarga tilaklaringiz. Assalomu alaykum. To'yimizga kelgan mehmonlar, xush kelibsiz. Mana bugun xolamizning xonadonida katta to'y, katta tantana. Shu yoshlar vaqti bo'lsin, mehmonlar bilan qo'sha qarasin. Har kim ham shunday to'ylarga yetadi. To'yimizni ochib berish uchun rahmat Yusufboy aka, tilaklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Har doim mana shunday yaxshi kunlarda bosh-qosh bo'lib yurish nasib qilsin. Sizni ham xonadoningizda to'y va yaxshi kunlar bo'lishiga tilakdoshman. Aziz mehmonlar, yana bir bora ajoyib to'y dasturxonimiz sizlar uchun muntazirdir. Tortinmasdan, chekinmasdan, yeb ichib, o'ynab, kulib bugungi ajoyib to'y kechamizga fayz kirgizadigan umiddamiz. Aziz mehmonlar, albatta mana shu Oybek ukamizni otasi Hayitvoy otamiz bu dunyodan bevaqt ko'z yumibdi. Og'asi Quronboy og'amiz bevaqt ko'z yumibdi. Albatta shular yotganlar yaxshi bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Shularni ko'rmagan umrni izinda qolganlara bersin. Hech qachon shu oilada bundan buyoqqa yomon kun bo'lmasin. Shu Hayitvoy otamiz ruhlari hurmatiga bir misra aytishga ruxsat bersangiz azizlar. Yig'lamayin
deyman u yana ko'zda yosh. Topolmayman o'zimda qanoat bardosh. Qayg'ulardan gohida ezilar bag'rim. Shukr qilmoq uchun goho yetmaydi sabrim. Yig'lamayin deyman u, ammo bugun ham hayotning zarbidan ko'zlarida nam topolmasman bu dunyoda qayg'umga hamroh. Axir o'tib ketgan meni mehribon otam. Yig'lamayin deyman u, eslasam otam. Nogoh ko'zlarimdan yumalaydi yosh. Hatto tor ko'rinar ko'zimga olam. Sinovlarga chidar ekan azizlarim, qattiq ekan bu bosh. To'yda bunday gaplarni aytganman, oldindan uzr so'rayman. Albatta shuni yaxshi kunda shularni eslamasak qachon eslaymiz? Hammamiz boshimizdan o'tgan ota-ona o'lmak meros. Ammo Qur'onda bevaqt ketdi. Xudoyim shularni yotqinlari yoqdi bo'lsin. Ajab emas shular ruhlari xirashlarliklardan termilib, muishlardan qarab, shu baxtli kunlarni ko'rib turgan bo'lsa ajab emas. Shunday ekan, ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Aziz mehmonlar, o'tiringlar, rahmat sizlardan. Har bir xonadonda yaxshi kun bo'lsangizlar. Ko'ray desang yorginangni jamolini. Tortib qo'ygil to'ra vafodorlik ro'molini. Qo'y kelinchak, qara tiniq osmoning. Yoningdadir ayni qilmishdek osmoning. Hamma senga havas bilan qarashadi. Gul yuzingga guldan so'rashadi. Hamma ko'rsin seni husni jamolingni. Kelinchagay ochib o'tirib to'g'anoydek jamolni deya kuyovlarimiz oylikda iltimos qilamiz. Kelinchagimiz Dilnozaxon yuzidagi har ro'molni topib qo'ysangiz. Baxtli bo'linglar, baxtlilar davrasida nosringlar. Kel yulduzlari qo'shalgan yo'ldan, yetaklasin bizni muhabbat. Baxtli kunlar bo'lib bizga yor, baxtiyor bo'laylik, jonim umrbod deya bir-birlari bilan muhabbat va sadoqatda ahdlashib, mustaqil hayot so'qmoqlariga qadam qo'yayotgan aziz kelin-kuyovlar, Oybek, Dilnozaxon, to'ylaringiz qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Dunyoda nechta orzu-istaklaringiz bo'lsa, barchasi ro'yobga chiqishiga tilakdoshman. Sizlarni har doim intilganlaringiz baxt, hidlaganlaringiz gul, sevib abaqaganlaringiz shirindan shakar, jajji farzandlar bo'lishini tilab qolaman. Aziz mehmonlar, endi kelin-kuyovlarimiz Oybek hamda Dilnozaxonlarni sevgi muhabbat o'rniga, ya'ni men bizni kompozitsiyaga taklif qilamiz. Marhamat, davramiz sizlar uchun muntazirdir. Seving azizlarim, seving azizlarim, sevishing azizlarim. Ammo bu juftlashish 2 yosh rizoligi ostida bo'lsin. Marhamat, sevishganlar, davramiz sizlar uchun muntazirdir. Xush kelibsizlar, qo'ylanib boring.
Rahmat, sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, bir umrga baxtli bo'linglar. Sizlar ko'nglingizda bo'lmasin armonim. Yolg'onchi dunyoda surgaysiz davronim. Sizlarga yor bo'lsani, o'lish shohi mardona. Boshlagan to'ylaringiz o'ng bo'lsani, muborak bo'lsani. Xudo bandan degay, ummatim rasulim. Aytgan so'zlarimni aylagay qabulim. Shu kelin-kuyovlarga bergay, egizak o'g'il qiz. Boshlagan to'ylaringiz Qudrat aka o'ng bo'lsani, muborak bo'lsin deya to'yimizni yaxshi tilaklar bilan davom ettiramiz. Davramizga Oybekni sevgi tillarini, Dilnozaxonni sevgi tillarini taklif qilamiz. Marhamat, Oybekni sevgi tillari, Dilnozaxonni sevgi tillari keling, yigitlar, sizlar to'ylar muborak bo'lsin, xush kelibsizlar. Marhamat. Marhamat. Baxtli bo'lsin. Endi shu eshik to'yida o'tirmoq nasib etsin. Baxtli bo'l. Rahmat. Rahmat yigitlar, qizlar, tilaklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Sizlar ham xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'lishiga tilakdoshman. Endi davramizga Oybekni ishkorlarini taklif qilamiz. Oybekni kasbdoshlari keling davramizga. Kuyovto'ramiz Oybekni ishkorlari. Keling kuyov, yashangiz inom. Turmushingiz go'yo bog'liq bo'lsin. 100 yillik sevgi safosin. Biring kampir, biring chol bo'ling. Ishkorlar keling. Kasbdoshlari. Marhamat. Xush kelibsizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Yaş vakti olsa, boshqalarga qo'sha qarish. Aybek Marhamat, sovg'alarni qabul qilib oling, sovg'alar muborak bo'lsin. Rahmat. Naqadar go'zal hayot. Shu go'zallik umrbod. O'yining do'stlari, quvning do'stlari, kelin-kuyovlarimiz bo'lar shod deya navbatni ajoyib kuy qo'shiqlarga bersak-ku, barcha aziz mehmon va mezbonlarimizni davraga o'yinga taklif qilsak. Marhamat azizlar, davramiz sizlar uchun muntazirdir. To'ylar Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have it, hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. And with my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will have it, hold you. You look so beautiful in white.
daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Hafif yaz vakti olsun, beşik törenli oturalım, sünnet törenli oturalım, radyasyon ve yetmegen anlatlar olsa arzularımıza yetip yaz vakti olsun. Evet, sen şu ata odundan mısın? Ben canım şu yola yardım olsan yılın görse beşik törenli oturmak nasip etsin. Umar. Yani mutlu olsun, bravo. Gelinde dik duralım, kızlardan ortayanasına buyursun. İhtiyaç baklı olsun, hem şekilde oynamasın. Ait kanım Süreçin çağırma ve sözden çıksın olsun. Sağ ol, Bıraksın, sağ ol. Rahmat azizlarim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davraga fayz ketgan barcha aziz mehmonlar to'ylar bo'lsin. Oybek hamda Dilnozaxonlarga bo'lgan tabrik so'zlar bilan davom ettiramiz. Davramizga Qudrat og'amizni ko'na qo'nishlaridan, Raynaxon akamizni, Zaylaxon akamizni, Mohimjon akamizni, Oybek Mardon og'alarimizni hurmat bilan so'zga taklif qilamiz. Marhamat. Akalarimiz, og'alarimiz, kelin davramizga hurmat bilan xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Mana shu baxtli ikkala yosh Oybek hamda Dilnozaxonlarga tilaklaringiz, qalb so'zlaringiz, ko'na qo'nishlarimiz. Ko'na qo'nishlari bilan qadrli bo'ladi. Eskini shu kellang deydigan yer osib qo'yish kerak. O'tganda da kellang desa, qaytganda da kellang desa xatirlab turasan. Shu eskilarni qadrlamasam yangisi bo'lmaydi. Yangi qo'shnilarimiz ham albatta qadrli, ammo eskilarimiz undan ham qadrli. Marhamat, xush kelibsizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Yaşlar. Şimdi yapmaları büyüsün. Vaktıman değerlerden baktım. Oğluma kızık yok. Kudret, gelinlerin olsun, hizmetleri büyüsün. Bunların hemşe senikine koydak gerek, kollarım ortala vergey. Vaktılı kusular, hizmetleri büyüsün. Rahmat, tilaklaringiz, hamrohingiz bo'lsa, ilohim sizlardan xonadonlaringizda to'ylar yaxshi kunlar bo'lishiga tilakdoshman. Marhamat. Gözümü açıp tanıdım. Hava gözümü açıp görgenim. Allah'ıma fikerim. Amin şükür, rahmet. Hizmetimde durdular. Memanlar ederler. Olay yürüdüler, yoldalar. Allah razı olsun. Davramizga Antalyadan kelgan aziz mehmonlarimiz Sherixon hamda xursandlarni taklif qilamiz. Sherixon xursand og'alarimiz. Shu Antalyadan ishlarini bırakıp to'ya yetdilar. Qani marhamat, Sherixon xursand og'alarimiz. Xush kelibsizlar, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat.
Böyle yemeğin yaptığını bak o yüzden yüzünden 5 tane nesli oldu. Antalya'dan Gorka ittiler sana. Antalya'dan Gorka. Sağ ol. Rahmat tilaklarıngiz, hamrohingiz bu Seydohim sizlardan xonadonlaringizga yaxshi kunlar bo'lishiga tilak qo'shaman. Hammadan dunyoda omon bo'laylik. Eng avvalo buyuk inson bo'laylik va odamiyligimizni hech qachon yo'qotmaylik. Chunki sizni bizdan azizlari mehr qilur, muhabbat qilur. Shunday ekan, hech birimizni qalbimizni mehr muhabbat tark etmasin. To'yimizni yaxshi tilaklar bilan davom ettirsak-ku, yangi qo'shiqlarimiz, ya'ni Mehribon hamda Jamilaxon akalarimiz yigitlar ko'p ekan, yigitlarni adini yozmadim men, gunoh menda. Mehribon Jamilalar yigitlar bilan birgalikda qo'shni yigitlar, yangi qo'shnilar, toza qo'shnilarimiz, jissoatli qo'shnilarimiz keling davramizga. Marhamat, ishlarsizlar, qo'llab bo'lsin, tilaklaringiz yigitlar ham chiqsin, jissoatli yigitlar. Marhamat. Rahmat tilaklaringiz, hamrohingiz bo'lsin, qo'shnijonlar. Sizlardan xonadonlaringizga yaxshi kunlar bo'lishiga tilak qo'shaman. Endi davramizga Oybekni jo'ralarini taklif qilamiz. Oybekni jo'ralari chiroyli klikorlar bilan davramizga, to'y davramizga tashrif buyuribdilar. Oybekni do'stlari, jo'ralari, arkadoshlari, hamkalari. Qani keling. Marhamat. O'zbekcha, turkcha İki asa baktım, 10 tapağın aktırım. Eğer şuna geçiniz yaşında sana baktım anlıyorum. Ayrı Rahmat, İstanbul'da şimdi Aybek. Mandan özüne parasan, katlan özün pişiresen, kombi demlesen, çay demlesen, emellisen bir yaka gidince. Lütfen, tilekleriniz, tamamınız olsun. Bir yaka gitken nasıl bir yakta grup başıyla olsun. Şunlaşın tayak yedirin. Rahmat, endi davramizga qudalarimizni taklif qilamiz. Qudalar. Sizlarga kiyim kerak bo'lsa, qudajonlar. Qani qudalar? Yenglar. SMT'si boshchiligida qudalar taklif etamiz. Yenglar.
Xudojonlar, to'ylar kerak bo'lsin, kuyov kerak bo'lsin. Marhamat tilaklaringiz. Rahmat, xudojonlar, tilaklaringiz hamrohingiz bo'lsin. Ilohim qalbingizga shukrlar bo'lsin. Nima niyatda kelgan bo'lsangizlar, ilohim niyatlaringizga erishib, o'ynab ko'rib ketish nasib qilsin hammamizga. Aytgan xonlar, yana to'yimizni ajoyib kuy qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Barchangizni salomat bo'linglar. Endi barcha davrbeshlar nomidan iltimos qilamiz. Qani keling kuyovlarimiz, Oybek Dilnozaxon, qo'lingizga tig'ni oling. Shirin hayotingiz ramzi bo'lib, dasturxoningiz ko'rkiga ko'p qo'shib turgani shirinlik gapini kelsang va barcha aziz mehmon va mezbonlarni baham ko'ring. To'rtdek shirin bo'lsa hayotingiz, asaldek tatli bo'lsa muhabbatingiz. Qani keling kuyov, qo'lga oling tig'ni, kesing to'yingizni shirin to'rtini. Ochinglar do'stlarim, shampan vino. Two old friends meet again, wearing older faces, and talk about the places they've been. Two old sweethearts that fell apart somewhere long ago. How were they to know someday they'd meet again and have a need for more than reminiscing? Maybe this time it'll be love and they'll find maybe now they can be more than ikkita davron og'alarimizni hamda Umarbek og'alarimizni hurmat bilan so'zga taklif qilamiz. Marhamat keling davramizga. Shu vaqtda ikkala yoshga tilaklaringiz, xat so'zlaringiz, ikkita davronbek og'alarimiz, Umarbek og'alarimiz. Xush kelibsizlar. To'ydan kerak bo'lsa marhamat. Rahmat. Shu ikki yosh baxtli bo'lsin, uzoqdan quvontirsin. Shu indiki yillar dostum 5 to'ylar nasib etsin. Ota-onaga xizmat etsin, shu gelinazim ayak izi yarasın. Baxtli bo'lsinlar. Go'lsa niyatini yesinlar. Ikki yosh baxtli bo'lsin. Xizmatlari bo'lsin. Amin, amin. Sağ ol, sağ ol. Bu cümlelerin Türkiye'den 2007'den beri yürüdüm. 2008. Yapma. Allah razı olsun. Sabır yapsın. Bu da hepsinden toyumuzdan hizmet ettiğime. Başım yere değince hizmetimizde. Burası baklı olsun. Sağlıklı baklı olsun. Baklı olsun. Yana bir kere to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohim xizmatlari buyursin. Eshik to'ylarda shu onaxoningiz bosh qo'shchiligida, buyumlari bosh qo'shchiligida shu to'ylar to'ylab o'tirish nasib ro'za aylasin. Siz ham bu niyatda yegan bo'lsangiz, Xudoyim niyatlaringizga yetishib, o'ynab kulib yurtimizga, bola chaqamiz eldina, bola chaqalarimiz eldina bormoq hammamizga nasib etsin. Shunda marhumlarimiz bor albatta. Shularga kelinchagimizni erta
ketdi olamdan yig'ladi ko'ngillari. Yodga tushsa qarindoshlar yurak bag'ri to'yda butun o'zi yo'q o'rni juda bilinar. Rajabboy otang Qur'ongul adang, Olimboy otang Tojigul adang, Ibodullo otang ruhlari hurmatiga egilib juftdan Maryamjon anang, Sanamjon anang ruhlari hurmatiga egilib juftdan ta'zim qilib keladi. Bu kunlarni ko'plar armon etibdi. Bu dunyodan ko'p yaxshilar o'tibdi. Baxtiyorlar shu kunlarga yetibdi. Marhum qaynotang, Haytvoy otang ruhlari hurmatiga egilib juftdan ta'zim qilib keladi. Yoshgina tanidan ayrildi joni, qaro tuproqlarga qorildi qoni, ruhi bilan yashar hayot armoni. Qur'onboy og'ang ruhlari hurmatiga egilib Haytvoy otang qaynotang ruhlari hurmatiga qaytadan, Qur'onboy og'amiz ruhlari hurmatiga qaytadan egilib juftdan ta'zim qilib keladi. O'tganlarimiz yotganlar yoqdi bo'lsa, joyi jannatda bo'lsin. Tiriklarimizga ham egilib ammalar, xolalar, doyilar, akalar, ukalar, opalar, singillarimizga hammasiga egilib juftdan ta'zim qilib keladi. Kuyov to'lay ulg'aytirib o'stirgani, og'ustiga mehrin qo'shib ichirgani, xato qilsa eng birinchi kechirgani, mehribonlar qaynonang Shirinjon onangga. Rahimboy og'angga, Dilbarjon beyinga, Qudratbek og'angga, Gulondamxon beyinga, ammajonlarimizga qaytadan shu qisilib, quvonib tilpayatibdi azondan kechacha ammalariga qaytadan egilib juftdan ta'zim qilib keladi. Shirinjon ana galing muborak bo'lsin. Xudoyim uzoqdan quvontirsin, xizmatlari buyursin. Oqtib to'la o'tirg'aysiz Xudoyim. Shularni baxtidan quvonib, taxtidan suyanib yashashlar bir umrga nasib qilsin. Qudratag'am shu ota-onalaringiz, ammalar, xolalar nomidan shu galingilarimizga tilaklaringiz, shu ota-onalarimiz, amma xolalarimizning nomidan shulara tilaklaringiz, oq fatxalaringiz. Xudoyim sizdan bog'larimizni uylantirib, qizlarimizni chiqarib, o'ynab kulib yurtimizga qaytish nasib etsin. Marhamat, tilaklaringiz, oq fatxalaringiz. Sizni birinchi aytdim to'yni boshlayman. Gelin, спасибо. Bırak ayıp. Cevap verin. Ayıpsana. Cevap verin. Спасибо. Varlık kök olsun. İlahi. Yeşkine varlık yaptı. Varlık diyor. Amin. Sağ ol. İn yaman gider. Oyun gölge bilen. Rahmet bırak. Amin. Ülkem bilen gelinimiz hemen kızımız. Bahtır olsunlar. Şu kızımız, taze kızımız, gelinimiz hemen. Xudoyim bahtır olsun. Bize gelen vaxtımız hizmeti buyursun. Xudoyim gözlerinden öyle büssün. Ata-anamı duaları qo'llab quvvatlasin. Xudoyim otamni adını yere qaratmasınlar. Ey yüke, atam Meryem qatiyası var. Ülünü susuz etme, duzsuz etme. Nerede bolsam şurada bol, baxtda bol. Xudoyim bir ömür kamal tap, alqış al. Biröve ikilik etme. Kendi orduna. Stoyka. Haksız yere hak yeme. Özünün hakkını kolayca ol. Xudoyim tapqanim to'yama buyurgan. Rahmet. Evvela Xudo.
qalaversa shu to'yda aytgan xizmatga xizmat etgan qulluğum shu yar do'st ben donidan donimag'am hammangizga rahmat Xudoyim hammangizga yetirgay dechey amin suyuklik Gurduq Allah rahmat indiki sabır doğrulab qo'y xatolarni qalaversa başımız üstünde boyumuza yerim var kelganlaringiz uchun rahmat Xudoyim meni siylab kelibsizlar ukamni siylab kelibsizlar siylag'anlarimiz uchun mingda ming rahmat Allah razı bo'lsin Allah'dan qaytsin etken hizmetleriniz bizlerden qaytmasın. Amin. Evvela bizlerden qaytsin Xudoyim. Yüzümüz yere qaramag'ay. Her kimni tapqani shuningdek to'ya buyurg'ay, yaxshi guna buyurg'ay. Amin. Amin. Allohu akbar. Qani. Rahmat tilaklaringiz, hamrohingiz bo'lsin, Alloh xohlaringiz, Allohim kelin kuyovlarga hamroh bo'lsin. Aziz mehmonlar, kelin kuyovlarimiz uchun albatta mana shu mazkur oilaning eng hurmatli insonlari uchun bizdan bir juft qo'shiq hadya qilamiz. Birsi Surnoy razgisi bo'ladi, albatta shu akamiz uchun, og'aynisi uchun, og'asi uchun shu kuyovlarimizni izindan qo'ylar bora qo'shiqlari bilan bugungi ajoyib to'y kechamizga yakun yasaymiz. Mehr chashmasidan ichaylik qonib, sog'inib yashaylik bir-birimizni. Shukrona aytaman har tong uyg'onib, yaratganlik o'zi doim asrasin sizni deb to'ylar bora qo'shiqlari bilan ikki qo'shiqdan keyin to'yimizga yakun yasaymiz. Xayr azizlar, to'ylarda yaxshi kunlar uchrashguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Thank you.